Bo'ldi. To'xtat, bo'ldi. Endi ana uzvora tortsa. Xosronka uzvorada endi tortsa. Endi nariyoqqa tortyapti-ku. O, naradan tortish kerak endi. Soat mana asrga yaqinlashyapti. Mana hashardagi ukalarimiz mana Alloh rozi bo'lsin. Tinmayapti. Kam bo'lishmasin, Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Ancha-muncha xizmat qilib turasizlar endi xudo xolasa. Mana qiyin joylardan o'tolmaydi deyishdi, mana o'tib ketyapmiz. Qo'l mehnatmi, texnikami nima bo'lsa ham harakat bo'lyapti. Duo qilib turinglar samigilarni. Endi xudo xolasa ancha-muncha mana shu kunlik rasxodlarga sallarka deylik turibdi. Juda xizmat qilib tursalar xudo xolasa. Yeri bormi, hosilkasi bormi, bog'i bormi? O'sha ko'proq tegishli odamlar xudo xolasa. Mana shu ro'za chiqquncha mana shularni budirib yorardik. Ro'zadan keyin hamma uyiga, kapak uyiga bo'lib, biror Rossiyaga boshqa yoqqa bo'lib qoladi. Bugun qashar bilan mana shuncha turbani mana yoqdan kavlab akkolarimiz mana yoqqa olib berishdi mana aka. Biror tinga yo'q edi tomondan beri kelib. Alloh rozi bo'lsin. Bitta men bekor videoga olib turibman xolos. Kam bo'lmaylar. Sekin. Abdumannob. Voy! Turbalar shavlab chiqargan mana aka, bog'ning ichida. Направлениyashi ozgina o'zgarish kerak bo'lyapti. Soyni qisqaroq joyidan olib o'tadigan bo'lyapmiz-da. Inshaalloh. Bosh polvon akalarimizga duo qilib qo'yasizlar mana. Sahardan beri kelib ishni kuch joylarda hadeyishib mana hozir ozgina nafas rostlaydi dedik chiqishib turishdi deyapti mana. Rahmat hoji aka. Alloh rozi bo'lsin, kam bo'lmang. Sizlar bor, biz bor. Noqonli ancha-muncha texnika qiladigan ishni ham pishan degan narsalar bilan o'zlari. O'sha